Kishilik munosabat haqida ikki parcha yozma. Birinchi, haqiqiy do'stlik zodi nima? Bu asar chet el tilida yozilgan bo'lib, men uni 2016-yili o'qigan ham shu chaqda tarjima qilib qo'ygan edim. Bugun huzuringizga sundim. Asardagi personajlarning ismi uyg'urchalashtirildi. Başqalardan pul qarz alib boqqanmisiz? Bu yazmani o'qigandan keyin yuragim titradi. Bak yaxshi yozilibdi. Yaxshi do'stlarning astoydil ko'rib beqishini umid qilaman. Bo'libmi, oxirdagi bir necha jumla so'z bizning cho'nqur o'ylanib beqishimizga arziydi. O'tgan oyda mening ulfatlarimdan biri bo'lgan Mahmud tijoratida kutilmagan o'ngishsizlik uchrab qolgani uchun jiddiy pul so'rab telefon qilibdi. Uning bilan so'zlashib o'tib biroz g'alitlik his qildim. Chunki u ikkimizning munosabati odatdagi do'stlik kategoriyasiga tava bo'lib, shu sababdan uningga javob berishga ikkilandim. Ammo dedim, birdamdan keyin telefon qilay. 10 minut o'ylanib olgandan keyin men uningga pul qarz berib turish qaroriga keldim. O'tgan hafta o pulimni qaytarib berdi va meni choy ichishga taklif qildi, ham mundaq dedi. Sening menga qarz berishga unuganliging haqiqatan o'ylamagan yerdan chiqdi. Nemishqa? So'rdim men hayron bo'lib. Sana telefon urib pul so'rashdan burun men 9 kishiga telefon urib bo'lgan edim. Sen 10-kishi eding. Sendan birdamdan keyin telefon qilay degan javobni olgandan keyin men endi 11-kishiga telefon qilgan bo'ldim deb o'ylagan edim. Men aslida munosabatimning yaqin-yiroqlik tartibi bo'yicha bu onunlarga telefon qilgan bo'lib, telefon urishga majbur bo'lgan sari yordamga erishishimga bo'lgan ishonchim tövallab borgan edi. Shun sana telefon urgandimmi, sana ishonch qilmaganroq holat urgan edim. Biz bu masala ustida biroz suhbatda bo'lishdik. Oxirida u xulosa o'rniga mundaq gap qildi. Agar bu qitimliq pul qarz elish ish yuz bermagan bo'lsa, mening do'stlarim ko'p deb beparvo holda g'adib yurar ekanman. Hozir men tovanchilik bilan shuni tonib yetdimki, men aslida bakla tanho ekanman. Uning bilan bo'lgan bu suhbatdan keyingi bir necha kunda mushu ish izchil holda kallamga kirib oldi. Shuning bilan men o'zimning zodi tanho yoki emas kimni bilib boqqim keldi. Shuning bilan men oldi bilan o'zim eng yaxshi do'stlarim deb qaragan kishilarni tanlab chiqdim. Bular mushu yerlik bo'lib, yaqin yurtlarni qatorga tizmadim. Bu do'stlarim bilan mening azaldan pul puchak jihatda elish berishim bo'lib boqmagan. Xizmatim bilan munosabatsiz kishilar edi. Biz doimla ijtimoiy so'rinlarda birga yuratdik. Bir-birimizning kichik ishlarga ha-o deyishgan chaqlarimiz ko'p bo'lib, ko'nglimda sap ma'nodagi do'stlarim deb qaragan kishidan 9 bor ekan. Ularning iqtisodiy sharoitini aytganda bir necha ming so'm qarz berib turish hech gap emas edi. Men ularning har biriga mazmuni asosan o'xshib ketishadigan munu uchurlarni yo'lladim. Azroq kelishmasga uchrab qoldim. Bir necha ming so'm qarz berib turgan bo'lsang, bir oyning ichida qaytaraman. Qolay bo'lsa telefon qilarsan, bo'lmasa uchur yo'llasangmi bo'ladi. Bak jiddiymi emas, javobini kutaman. Men bu uchurni tunugun tushdi yo'llagan bo'lib, kech tamoq vaqti bo'lmay turibla 7 uchur 2 telefon topshirib oldim. Uchur yo'llaganlarning hammasi tezli inkos qaytargan bo'lib, 1 soatga yetmagan vaqt ichida inkos qaytarishgan edi. Telefonning birisini uchur yo'llab taxminan 20 minut o'tib topshirib oldim. Ya'ni biri 2,5 soatdan keyin kelgan edi. Menga kelgan 7 uchur mundaq. Olim. Kechirgin og'inam. Shu topda mening dima qiyinchilik bo'lib qoldi. Rostli shundaq bo'lib qoldi. Bo'lmasa sana yordam qilishimga gap yo'q edi. Baridan so'rab baqqina, sat bo'ldi, ha. Bari. Voy og'inam. Texi o'tgan hafta kichik tag'am 10 ming so'm so'rab ketgan. Kelar ayda yana pul so'raydigandek qildi. Meni tushangin.
Savut. Bu ay bu kunlarda menimi qiyinchiligim bo'lib qoldi. Oldingi oylarda kort o'ynab nurg'un pul turib qo'ydim. Agar bu talaysizligim bo'lmagan bo'lsa, sana cho'qim yordam qilgan bo'lardim, adishim. Erkin. Apla. Men bütün pullarımni paychiga hisob qo'yaptim men emasmi? Sat bo'ldi, to'g'ri tushungin. Fırqat. Adishim, qandaqsiga pul so'raydigan og'uchib qolding? Tex tunigilli birisiga 10 ming so'm berdim. O'sim chiqdi texe. Ya burun demapsan. Boshqa amalni qilib baqasan, ha? Gayet. Yaqinda paychiga bog'lanib qoldim. Qo'limda naqd pul yo'q, adishim. Meni tushunarsan. Hashim. Oğlum o'qish boshlanishi bilan maktab almashmoqchi. O'qish boshlanishi bilanla yangi maktabga 5000 so'm topshirdi ekanmiz. Rastdan yordam qila olmaydigan bo'lib qoldim. Kechirgin, ha? Telefon Jasur va Xoliq ismli do'stlarimdan kelgan edi. Birinchi telefon. Ha, adash, nima ish bo'ldi? Mushunchlik pulni so'rab yuramsan? Alaydi ishmi yo'q? Men shu pulimni mablag' silib qo'yib, hozir chiqara olmayapman. Enimning ish bilan jiddiy lazım bo'lib qolib so'ramamdim. Ha, boshqa cho'ng ish bo'lmagan bo'lsa, yaxshi bo'pti. Idorangdimi sen? Ha. Jasur. O'g'limni maktabda birisi velosipeddan so'qib qo'yibdigina, putni zaxtlantirib qo'yibdi. Bir necha kun bo'ldi uning hamroh bo'lib sirtga chiqqanmidim. O'g'limga kelgan kelishmaslikni olmabman. Yordam kerakmi? So'rdim men. Jasur. Men bir hafta ruxsat so'rdim. Ayolim idorasidan ruxsat olamidi? Kelar hafta opam kelib qaraydigan bo'ldi. Sen avar olma. Bank hisobot nomerini deb bergan. At ayolim ish qilib olganda sana pulni urib bersin. İkinci telefon. Xoliq. Narsan adash? Men Xoliq. İdoramda ben adash. Men endi do'konga keldim. Pulni tayyorlab qo'ydim. Opirib beraymi yoki kelib elib olamsan? Seni qandaqmi bu yerga kagizib avar qilay adishim. Mundaq bo'lsin. Men yeli yening berib, pul qarz olganlik isbotini yozib beray. Shu vaqtda sen pulni bank hisobotimga urib bergin. Amisi bank hisobot nomerini deb bergin. Ben hazırlı urib beray. Savdo bankası mı, qurilish bankası mı? Qaysisi bo'lsa bo'laveradi. Xoliq. Do'konimning oldida savdo bankası bor. Ems shu bankning nomerini bergin. Tönügün keçdi men Mahmud bilan choy ishga hissiyotlarimizni almashtirishdik. Men uningga menga telefon urib qarz berib turgan ikkalarning meni hech ish bilan avar qilmaganini, yordamni so'rmaganini, yordam qilishdan qochgan 7 kishining to'xtamay kichik ishdan tortib cho'ng ishgacha meningdan yordam maslahat so'rab turganlar ekanligini aytganimda Mahmud meningdan so'radi. Sana pul berib turgan ikki do'stingga haqiqiy ahvolni aytgan bormi? Bugun kechdan boshlab nero bo'lib qolmasammi demayman. Mahmud kuldi va intayin afsuslish ichida tamkinlik bilan mundaq dedi. Hozirdan boshlab sening faqat ikkili do'sting bor ekan. Ha, meni qo'ysang 3. Qaysi kitobda ko'rganim esimda yo'q. Mundaqroq bir so'zni eshitganim esimda. Sana yordam qilgan odam mangu sana yordam qiladi. Ammo sen yordam qilgan kishining sana yordam qilishi notayin. Ağzımda demagan bilan ko'nglimda bilaman. Bundan keyin Mahmudning gapini anglab men kuldim va tamakining asta-asta ko'tarilayotgan tutiga qarab dedim. Haqiqatan qiyinchilikqa yo'liqsam, kimni izlab yordam so'rashni, ishonchsiz kishilarga iltijo qilmaslikni bilib olganim, boshqalarni o'ng'aysiz, o'zimning ko'nglini g'ash qilib ishga daxl qilmaslikni tushunib olganimmi? Qandaq do'stlar bilan birga o'ynash, qandaq do'stlarga tayinishni bilib olganimmi? Yomon ish bo'lmadi. Bundan keyin so'rindachilik uchun do'st bo'lgan bilan so'rinli qoladi o do'stligimiz. Ish bo'lsa izlamayman. Yo'langili bo'lgan do'stlarimni bak yaxshi qadrlayman. Meni do'stim bak ko'p deb o'ylab qo'yma. Haqiqiy qaror qildigani sanoqliq ekan. Bu sanoqliq do'stlarimni teximi so'yman. Özümni tirishib o'zgartib, boshqalar tayina oladigan yaxshi do'stga aylantiraman. Shunda qila olsam, bu shaharda mazmut dasab tura olayman. Bu hayotda xotirjam bo'la olayman. Bu ishdan chiqargan yakunim shu bo'ldiki, kishilik munosabatda
har qancha yaxshi bo'lsangmi, qiyinchilikqa duchor bo'lganingda sana asqatilg'ini faqatla shu bir necha kishi bo'ladi ekan. Atalmış sorundarsılıqdaki ağındarsılık bir top adamlarning g'erbligidan boshqa narsa emas ekan. Haqiqiy do'st sening yolg'izliging, timtasliging va azobli sukutlaringda sana hamroh bo'la olgan ashu kishi ekan. Amaliyotda bu gapni bir savdogarning yordam so'rash hikoyasida so'zlangan kitobda o'qigandek qilgan. Ammo men hozir bu so'zda haqiqat bor ekan deb o'yladim. Undaqda do'st, haqiqiy do'st degan zot nima? Meningcha tövandagi bir necha aniqlama bu nuqtani yaxshi sharhlab beradi. Birinchi, yaxshi do'st degan birga yurganda so'zlab tugatkil bo'lmaydigan gapining bo'lishi emas, balki so'zlimisimi o'ng'aysiz his qilmaydigan kishi. Ikkinchi, do'st degan sening moyitingni tushunib, ya'ni sening bilan birga yuradigan kishi. Uchinchi, do'st degan hech qanday sababsizlar yaningga kelib sening bilan ko'rishib keta oladigan kishi. İkinci yazma özümün yazması 2019 yılı yazılgan. Nama'lum yaxşı kişilerinin himmeti. Bunundan 16 yıl burun idaremge hizmet düşkünümde, idarenin gizliге bu idaredeki hizmetdaşlığı teşekkür bildirip xat yazgan birisinin hikayesi ki bunu vaqalik diqqatimni tartgan edi. Şundan beri men hayatımda uçraşkan adam ve şeylerge texmi diqqat qilib yaşaydigan boldum. Bugün nemişqidir muş haqda qaytadan oyga çömüp qaldım. Vaqalik mundaq. Vietnam urushida havo armiyasida vazifa o'tagan birisining aeroplaniga o'q tegdi. O parashyut bilan sakraydi. O'zi asirga tushib bir necha yil hapsida yatsimi, jini omon qoldi. Urush tugab tinchlik boshlangan bir kuni Plam ismli bu kishi so'yguni bilan bir kichik shahardagi restoranda tamoq yeyotganda to'satdan bir kishi uning ismini chaqirib ko'rishga keldi. Siz eliq aeroplan aydigan qahramon kishi Plam papanda bo'lsizmi? Shundoq men bo'laman. Siz kim? Tanimdimmi? Men siz havodan sakraganda ishlatgan parashyutni tayyorlagan kishi bo'laman. Men bu parashyutni tayyorlaganda bu cho'qim bir odamning hayotini qutqarishga asqasson deb bak tuju bilib puxta ishlagan edim. Bu gapni anglab Plam apandining vujudi titraydi, ko'ziga yosh keladi va o'rnidan dast turib bu kishiga chas berib uni quchoqlaydi. Agar bu kishi qo'lining uchida ish qiladigan kishi bo'lgan bo'lsa, Plam apandi o'zining go'zal ruxsarining ko'ziga beqib o'ltirgan emas, balki tuproqqa aylanib bo'lgan bo'ladi allaqachon. Demak, bizning har birimizning hayotimizda ashu parashyut tayyorlovchisidagi kishilar cho'qim bor bo'ladi. Ularning go'zal qalbi bilan qilgan yaxshi xizmatlarining, foydali maslahatlarining, qilgan oz-to'la yordamlarining himmatida har birimiz hayotimizning ma'lum paytida muayyan yaxshilikqa, yuksalishlarga erishib qolamiz cho'qim. Ammo biz ularni noma'lum qo'ymaslikka tirishishimiz kerak. Shuni men to'xtamay hayotimda kimlar menga puxta parashyut tayyorlab berdi deb o'ylanaman. Chunki mening ularning qo'lini chin siqqum, hurmat bildirgim va mehrim bilan ularni quchoqlag'im bor. 2019 yili Boston.